Cho'lda kimlarni ko'rmayman deb boru bolalar qaranglar, kaktusli sigir ko'ryapsizlarmi? Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, men cho'lda aylangani keluvdim. Bu cho'ldan uy topib olgani. Bilasizlarmi, cho'lda mana shunaqa har xil uylar chiqadi. Ularning ichida esa juda ham ko'p olmos, izumrud pulli bo'ladi. Men bugun topkim kelyapti, lekin topish juda ham qiyin. Xotiraminglar bolalar, men bu yerda yo'qolib qolmayman. Mana shapka olgan bilan o'zim bilan boshim qizib ketmasligi, mana bunaqa lopata, suv, yana ozgina tarvuz ham olganman. Hop endi ketdi. To'xtanglar bolalar, uymi? Bolalar qaranglar, men topdim, uraman, topdim. Men Minecraftda necha yildan beri o'ynayman, lekin hech qachon bunaqa tez topmaganman, ko'ryapsizlarmi? Sirazi mana cho'lga kirdim, sirazi topdim, qaranglar. Bo'ldi bolalar, endi biz juda ham boy bo'lamiz, juda ham boy bo'lamiz. Hop endi ketdi, tezroq ichkariga. Bolalar, rasmga olinglar, ko'ryapsizlar, mana men topdim bu uyni. Hop ketdi, endi kelinglar, suv ichib olamiz. Tak, ana bo'ldi, endi ketdi bolalar, boy bo'lgani qavqanichi. Voy, tushunmadim bolalar, nimaga bu yoqda hech nima yo'q? Qaranglar, bu yoqda hech nima yo'q ekan. To'xtanglar, bu yoqda ko'p olmos, izumrudlar bo'lishi kerakmi? Mana shu yerda o'rtasida mayak bo'lishi kerak, chetlarida olmos, izumrudlar. Lekin bu yoqda hech nima yo'q ekan-u. Nima, men aldashdimmi? To'xtanglar, anta sandiq bor ekan. Hop, bu yoqda bunaqa teshuv bor ekan, qanaqadir. Hop, bu yoqda qayoq endi, qanichi? Oho, qanichi bu yoqda? Mana bu yerda anaqa sandiq ochdi bo'ladi. Ikkita dona olmos matigi, namuncha kam olmos bo'lmasa bu yoqda. Qaranglar, ikkita dona olmos bor ekan atigi. Hop, maylan ketdi pastga. Hop, yana nimalar bor bu yoqda? Nimaga bu yerda hech nima yo'q bo'lishi kerak emas? To'xtanglar. Voy, tushunmadim. Bolalar ko'rdinglarmi? Mana shunda polimda bosgan edim, ochilib ketdi-da, qayoqqadir tushib ketdimmi? Voy, to'xtanglar, anta zombimi? Kelinglar, suvga tushib olamiz-da. Hop, endi bu zombini o'ldirib olish kerak tak. Hop, bu yoqqa zombi, tak. Hozir men seni ko'rsatib qo'yaman, bu yerda nima qilsa. Tak, ana bo'ldi, tayyor o'ldirib yubordim. Mana bu yerda richak bor ekan, lekin buni bosishga qo'rqyapman-da, boru. Qo'rqyapman ozgina. Hop, mayli, endi buni boshqa yo'lim ham yo'q, menimcha, to'g'rimi? Tepaga qanaqa chiqaman men endi? Hop, menimcha richakka bosish kerak anti. Balki nimadir bo'lar, qattiq ochilar yoki bolalar mamutda nimadir parkurmi nimadir bor ekan, bolalar qaranglar, parkur menimcha, ha. Hop, mayli, richakka bosish kerak ekan, menimcha mamutda qanaqa eshik ochilsa kerak-da. Hop, qaniydi richak, kelinglar, buni bosamiz-da, tak bosamiz. Hop, endi nima bo'lar ekan bolalar, nima qanichi? Hop, mana mamutda eshik ochildi, bolalar qaranglar, aytuvdim-ku. Hop, qilich qo'limizga olamiz-da. Oho, bu yerda parkur qilish kerak ekan. Mayli, hop, hozir tez o'tib olamiz, lekin qaranglar, devorlar tushib ketganmi? Biling, ko'rasizlarmi, buzilib ketgan hamma narsalar menimcha. Ketdi, o'shatga tez sakrab o'tib olamiz. Mana shunaqa qilib ehtiyot bo'lish kerak lekin. Tak, kelinglar, endi mana bu yoqqa. Hop, endi ana keyingisiga sakraymiz. Tak, ana bo'ldi. Hop, endi oxirgisiga, hoppa, sakradim, ana bo'ldi bolalar, qaranglar, men o'tib oldim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bu tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tushunmadim, bu yoqda nima, yana parkur bormi? Kelinglar, mana bu tarvuz yeb ola qolinglar, qornim ochib qoldi ozgina. Bunaqa narsalarni ko'rib, bu parkurni qanaqa qilib o'taman endi? Qaranglar, mamutda bunaqa o'qli parkur bor ekan, men tushunmadim. Mamutda banglatayotganlik, yo'q, bunga sakrash kerak emas lekin. Yo'q, bunga 100% sakrash kerak emas. Bu yoq menimcha eng yaxshisi kaktusdan o'tish kerak deb boru. Bu yoqda qancha mamutda o'qli bormi? Kelinglar, bunda tekshiramiz. Mana ko'rasizlar, bu yoqda o'qli bor ekan, kaktusga sakrash kerak. Tak, kelinglar, unaqa qilib, oyog'im bo'lish kerak. Voy, yomon o'ribdi-yu. Tak, tezroq menimdan ana bo'ldi oxirgi. Ana bo'ldi, o'tib oldim. Juda ham lekin yomon o'rdi boru. Hop, bolalar qaranglar, tushib ketganimda nimalar bo'lardi, bilmayman lekin. Ko'rasizlarmi? Oxir ko'rinmayapti umuman. Hop, men buni olib tashlashdan hech nima bo'lmaydi. To'g'rimi bolalar, qanday kaktusli bosh ekan. Hop, qanichi? Hop, hech nima bo'lmadi. Tushunmadim, devor nima bu? Bolalar qaranglar. Nima faqat bundan o'tishim kerak emas deylar. Faqat iltimos bu yerdan o'tish kerak emas menga, to'g'rimi? Hop, anta qaranglar, nimadir bor ekan, ko'rasizlarmi? Mana mamutdan o'tish kerak. Bu nima? Bu qanaqa labirintmi bu? Chetida qaranglar, bunaqa lavalar bor ekan. Tak, kelinglar, mamutdan sekin o'tamiz. Hech qayerga tushib ketmayman degan umiddaman. Sekin o'tamiz bu yoqdan, kelinglar. Tak, ana bo'ldi. Ana bo'ldi bolalar, men o'tib oldim bu yoqdan. Nima ekan, qanichi? Bu yoqda qanaqadir 5 6 2 1 parol bor ekan. Lekin men bu parolni olgani qo'rqyapman, to'g'risini aytsam bolalar, qo'rqyapman olgani. Chunki nimadir tushib ketib qolish mumkin deb, bu endi cho'lu bolalar, bilasizlar. Buni o'rniga kelinglar, men bu bitta dona olmos qo'yishga to'g'ri kelar ekan, boru mayli, parolni olaylik, kerak bo'lib qolar bizga. Ana bo'ldi, hech nima tushib ketmadi. Endi bolalar ketdi, bu yoqdan chiqib olamiz. Tak,
Tak mana bu yerda sekin ehtiyot bo'lib o'tib olamiz. Aha, tak ehtiyot bo'lamiz. Sekin. Tak ozgina qoldi. Mana bu yerdan o'tamiz yana. Aha, ana bo'ldi bolalar, men bu yerdan chiqib oldim. Hop, endi menimcha men mana bu yerdan o'tishim kerak bo'ladi. Bolalar, boshqa yo'lim ham yo'q-ku. Nu, mayli kelinglar, ham tez o'tib olishga harakat qilamiz. Tak, oy, devorlar qaranglar, nima qilib tashyapti. Yo'q, o'tib olaman, hozir o'tib olaman. Ana bo'ldi, men o'tib oldim. Juda ham qiyin bo'ldi lekin. Hop, mayli, endi bu yerda nima? Oho, mana bu tirchaklarning ko'pligini. Yerda qumli bor ekan, men nima qilaman endi men bu shuncha tirchakka? Qaranglar, men nimadir topishim kerak endi bu yerda. Ko'rasizlar qancha tirchak bor ekan bu yerda. Ana anti ishi bor ekan, bolalar qaranglar. Menimcha shu ishini ochishim kerak men. Nu, mayli, hop, ochib olishga harakat qilamiz. Pastda ixtimay yo'q, qanaqa lavushkalar. Mana shu hammasini endi ochib chiqishim kerak, men bosib chiqib topish kerak menimcha o'sha tirchakka. Endi kelinglar, hamma yog'ini bosib chiqamiz shu yerda tirchaklarni. Tezroq ham ishini ochib chiqib ketsam zo'r bo'lardi. Mana bu yerda knopkalar ham bor ekan. To'xtanglar bolalar, mana bu yopilib qopti-yu. Voy, mana bu yerda qaranglar bolalar, yopilib qopti. Menimcha noto'g'ri chak bosganman. Yo'q. Qaranglar, men kirgan joyim yopilib qopti-yu. Endi bo'ldi. Kirkam ham yo'q, bizolmayman. 100% orqaga yo'l, anaqa joy yo'q endi. Faqat to'g'ri yurishim kerak. Mayli, kelinglar, hammasini bosib chiqamiz. Nimadir topaman degan umiddaman. Tak, mana bosamiz. Qachon topaman o'zim? Vashi zerishib ketdim boru, men bosib. Tezroq chiqsam deyman, bu yerdan eshik ham ochilmayapti. Balki nimadir topishim kerakdir ham qumdan. Kelinglar, shu qumni qazib ko'ramiz unda. Qanicha nimadir toparmikinman. Voy bolalar, men bu yerda hech nima topolmadim boru, qaranglar. Turma shu yerda nimadir bo'larmikin deb, lekin vaqtim ochilmayapti deb nima qilishim kerak men endi? Bolalar qaranglar. Men bu yerda bu fakel richak ekan, ko'ryapsizlarmi? Nimaga vaqtliroq qaraman. Men bu yerda shunday fakelni bosgan edim, eshik ochildi. Men bu richaklar prostdan odam aldash uchun qo'yilgan ekan-da. Voy, g'alati ekan, lekin mayli, xo'p. Qanicha, voy bolalar, men bu yerdan ketdim bo'ldi. Men bu yerda qaranglar, nima bu? Qaranglar, bular nima qilyapti bu yerda? Balgarkan bular nima? Ehtiyot bo'lish kerak bu yerdan boru. Arralarni qaranglar, men bular aylanib turibdi, shunday yomon anaqa kesadi lekin tep ketsa. Ehtiyot bo'lib o'tib olish kerak. Bu yerda mana bu yerda ham bor ekan, bolalar qaranglar. Hop, mana bu yerda qanish fakel bo'xshimasa, to'g'rimi? Yo'q, richak emas bu. Hop, mana bu yerda yana fakel bor ekan. Bu ham anaqa ekan, oddiy richak, oddiy fakel ekan. Hop, ana bo'ldi. Kelinglar, mana bu yerdan o'tamiz. Zombi nima qildi bu yerda? Hop, bor yo'qol. Tushunmadim, bu arraga qarab itaryaptimi? Bor yo'qol, men unaqa itarmagin. Tak, men senga ko'rsataman, ana bo'ldi, tayyor bo'ldim. Men buni o'ldirib bo'ldim. Hop, ana bo'ldi, endi ketdim men bu yerga. Mana bu yerda yana fakel bor, bu yerda ishlamas. Opa, bolalar qaranglar, mana bu yerda parolli sandiq bor ekan. Men bilaman buni nima terish kerak bu yerga. Hop, qanicha bu yerda nima bor? Bu yerda hozircha hech nima yo'q ekan. Rostdan ham hech nima yo'q bu yerda. Faqat mana bu sandiq bor ekan. Hop, parolli men bilaman, mana 562 562 tak, ana bo'ldi. Mana bunaqa narsa bor ekan. Bu kisichkaga o'xshagan narsa. Bundan bunaqa narsalar chiqarsa bo'ladi, tishsa bo'ladi, bunaqa qilib ko'rasizlarmi? Mayda bloklar oladi. Nima qilishim kerak? Men endi bu bilan tushunmadim, nimadir tishishim kerak. Men bu yerda uzr chiqarishim kerakmi yoki bilmayman. Bolalar qaranglar, menimcha rostdan uzr chiqarishim kerak. Ko'rasizlar, mana hamma yog'ida mana bunaqa narsalar bor-da. Tepasida ham, pastda ham, bu yoqlarda ham, hamma yog'ida shunaqa bor-da. Lekin bitadoni ma'mursa anaqa qilinmagan, bunaqa izlar ham bor ekan. Kelinglar, mana shunaqa qilib bundoq tishib chiqamiz unda. Uzr chiqaramiz shunaqa qilib. Tak, mana shunaqa qilamiz. Menimcha shu mashinani anaqa qilsam qayerdadir eshik ochilishi kerak yoki nimadir bo'ladi menimcha. Kelinglar, mana shu hamma yog'ini mana bundoq qilib chiqamiz. Endi mana bu yerdan ham tak. Hop, endi kelinglar, mana bu yog'ini ham. Opa, to'xtanglar, mana bu yerda mana bundoq olib tashlash kerak ekan chetini. Hop, mana bu yerda ham qilamiz. Tak, ana bo'ldi. Tayyor. Endi nima bo'ldi qanicha? Hech qanaqa eshik ochilmadi bu yerda. Nimadir bo'ldimi o'zi bu yerda? Voy, bola to'xtanglar, men topdim. Ura, men topdim bolalar, qaranglar. Ura, mana bu yerda qaranglar, juda ham ko'p olmos izumrudlar bor ekan, bolalar, qaranglar. Ura, men endi juda ham boyman, ko'rasizlar. Men hamma shu ispitaniyalarni o'tdim deb baribir keldim shu yerga men. Voy, bolalar, qaranglar, bu yerda qancha narsalar bor ekan, ko'rasizlarmi? Oho, zo'r bo'ldi-yu. Men hammasini o'tib shu yerga keldim, qaranglar. Ura, men endi juda ham boyman, bolalar. Ko'rasizlarmi, qancha narsalar bor bu yerda, qaranglar. Hop, kelinglar, qo'limdagi kerak emas narsalarni tashlab yuboramiz-da. Ko'proq olmos izumrudlarni olib olamiz. Tak, kelinglar, olmos izumrudlar. Voy, qanchaligini qaranglar. Bekorman o'zim bilan sandiqlar yo'q deb borishlarni hammasini olib ketardim. Hop, tillalar ham kerak emas bizga. Tillarni ham tashlab yuboramiz.
Tak kelinglar, mana narsalarni ham tashlaveramiz. Kerak emas narsalarni suv tarozasi kerak emas. Qarang endi manda qancha narsalar bor. Olib kelinglar tashlaveramiz. Obbo, bu yerda anaqa izumrud olsam bo'lmaydimi? Qaranglar qancha olmos bor ekan bu yerda, ko'ryapsizlarmi? Olmoslar juda ham ko'p ekan bu yerda. Hop, menga izumrudlar ko'proq kerak edi. Borib bolalar endi bizning qishlog'imizda baribir izumrud bilan anaqa qilinadi-yu, sotuvlar qilinadi. Izumrud kerak menga, izumrud. Qanicha o'zi olsa bo'larmikan? Kelinglar, olmoslarni tashlaveramiz-da. Qanicha yo'q, tilla kerak emas, tilla kerak emas. Ey yo'q, menimcha bu yoqda anaqa qila olmayman. Bu yoq tarafdan-chi kelinglar. Faqat olmoslar bolalar, qaranglar, izumrudlar chiqmayapti unaqa. Ey, mayli, xo'p, hech nima qilmaydi. Zato qaranglar, men qancha narsalarni topdim. Bu olmoslarni sotib keyin o'zimga izumrud olib olayman. Oh, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Bugun juda ham cho'tki bo'ldi. Men hech nima topolmasam kerak bu yoqdan deb o'ylagandim. Lekin qaranglar, qancha narsalar topdim bu yoqdan. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.